بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصل على محمد وصحبه وسلم. Endi bu namaz Allah Subhanahu wa Ta'aladan bizga shundoq muhim farz qilingan. Endi biz mushu namozni o'qigan har bir vaqtlarimizda yuqori deb o'tdik. Namozda shahodat kalimasi yengildi deb. Nima yengildi? At-tahiyyatda o'ltirgan vaqtimizda ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Men bir Allohdan boshqa iloh yo'q deb shahodat aytaman va Muhammad alayhisalom Allohning quli va Alloh taoloning bizga avatgan elchisi deb shahodat aytaman deb har qitim at-tahiyyatida o'ltirib namoz o'qigan vaqtimizda shahodatning ma'nosi Alloh qasam berib, Allohni guvoh qilib, Alloh taolo oldida ahd beraman degan bo'ldi. Mushundaq ahdimizni, iymonimizni mush shahodat kalimasida yenglaymiz. Uni at-tahiyyatida o'qib, qasam berib turib, barmoqimizni Allah bir deb ko'tarib turib, mushundaq ahd qilamiz. Ammo biz zodi o'zimizdan hisob o'zimizni tekshirib boqaylik. Biz şu namozni o'qib sirtiga chiqqandan keyin şu biz Allohga bergan ahdimizga iymon aytib, Allohga haqiqiy qul bo'lib, Allohning degan buyruqlarini ijro qilib, to'sqanlardan yenib, Allah o'ch ko'rgan ishlarni o'ch ko'rib, Allah yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'rib, Allah o'ch ko'rgan kishilarni o'ch ko'rib, Allah yaxshi ko'rgan mu'minlarni, Allah yaxshi ko'rgan solihlarni yaxshi ko'rib, haqiqiy iymon, haqiqiy xolis bo'lgan, niyat xolis bo'lgan iymoniy tushuncha va safa o'zimizda hozirlikmi? Biz shu Allohga bergan namozdagi ahdimizga vafo qildikmi? Allohning do'stlarini tutib, dushmanlari bo'lgan Yahud, Xristian, Xitoy kommunistlarga qalbimizda norozilik bildirib, o'zimizning amaliyati orqali shu zulmga uchragan musulmon qarindoshlarimiz va o'zimiz ve özümüzün avladını şu küfrünün, dinsiz Xitoylarning her türlü zulmgarligi, azdırışı, qulchilikdan qutuldirish uchun tirishchanlik qildikmi deganlikda biz o'zimizda alohida o'ylanishimiz va shundaqla biz namozdan chiqqandan keyin shu Alloh taologa qilgan Alloh qalam qul bo'laman, boshqa hech qanday zolimlarga, kofirlarga, har qanday yalgan ilahlarga kul bo'lmayman. Muhammed aleyhisselam mening dünya ahiretlik barlık hayatımның ölgüsü degan mush e'tiqodimizga amal qildikmi deb o'zimizdan alohida so'rashimiz kerak qarindoshlarimiz. Ham shundaqla bu namoz bizga ta'sir qilgan bo'lsa, bizning axloqimizga ta'sir qilish kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar. Hakikaten namaz fahşa, sat bo'lgan shirk e'tiqodlaridan yeni bir ma'nosi sassiz, sat hareketlerden yeni bir ma'nosi zina, fohishlardan tuzidi ve her qanday munkar, yomon ishlardan tuzidi dedi. Undaq bo'lsa, namaz bizning hayotimizga mushu yuqorqi her türlü yaman amellerden tosashqa sebep oldu mu? En addisi qarindoshlarimiz Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de shundoq degan: "Fakhalafa khalfun min ba'dihim ada'us salata wattaba'ush shahawata fasawfa yalqawna ghayya." Ulardan keyin, o yaxshi solihlardan keyin bir izbasar yaş avlodli maydonga keldi. Ular birinchi qilib namozni zoya qildi. Ikkinchi qilib shahvatlarga agashdi. Ya'ni shu shahvatlarga agashganligidan namozni zoya qildi. Yoki namoz o'qimaganligidan, namozga ahamiyat bermaganligidan shahvatiga agashadigan bo'lib ketdi. Ular yaqinda yomon bir oqibatga tushib qoldi dedi. Ulamolar
gayyani, şer, yaman akıbetga tushib qoldi dedi. Biz Uyg'ur musulmonlari, dunyodagi nurg'un musulmonlar bo'libmi biz yamanlikqa tushib qoldik-ku hozir. Buning sababi Allah Taala bizga buyurgan xolis tavhid e'tiqodiga, payg'ambar alayhisolamning hayotiga erishishga o'qiganimiz bizning barliq hayotimizga ta'sir ko'rsatib, axloqlarimiz yaxshi bo'lishga, yomon amallardan yiroq bo'lishga va yomon amallarni tashlashga tirishchanlik qilgan amitimiz kam bo'lganligidan yomonga tushib qoldik. Shuning uchun Alloh mushayat dediki, birinchi bu oyatning tafsirida yomonlikqa tushib qoladi, ikkinchi ma'nosi do'zax azobiga tushadi dedi. Yomonlikqa tushib qolgan, Alloh rozi qilay desa qila olmaydigan fitnaga tushib qolgan odamlar nega boradi? Oxir do'zaxga tushib qoladi qiyinlashirimiz. Shuning uchun biz mushu namoz bizning hayotimizga ta'sir qilgan, o'qigan namozimiz bizni yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'salaydigan, safoliq axloqqa o'zgara oladigan, musulmonlarni dunyo va oxirat yaxshilikka yetaklab qiladigan har qanday g'ayvat, shahvat, ozg'unlik, fitna fasod, o'zaro adovat, birsi-birsiga suxanchilik qilish, suiqasd qilish, har turli yomon o'zaro birsi-birsining keyinda fitna terish, qo'lin qo'shna musulmon qarindoshlarga dushmanlik qilish, o'chmanlik qilish, jamiyatga yomonlikning tarqalishini yaxshi ko'rishdan iborat bo'lgan har qanday ozg'unlikdan mush namoz to'salasa, ondan bu namoz bizning hayotimizga ta'sir ko'rsatgan namoz bo'ladi. Endi shu yuqorgi oyatda shahvatlarga ergashdi dedi. Bizning hozirgi davrimizda kriz bo'layotgan bir masala telefon masalasi. Nurg'un qizlarimiz, nurg'un o'g'illarimiz mush telefon ishlatishda yaxshi bo'lgan safoliq bir madaniyatni o'zida hosil qilish kerak. Islom tushunchisini o'zida hosil qilish kerak. Allah Qur'oni Karimda ikki so'zlash kishidan yo'q. Uning uchinchisi Allah dedi. Allah bizning telefonda so'zlashayotgan har bir ishimizni bilib turdi. Hattoki Allah vallohu alimun bizatisidir. Allah ko'ngillarligini bilib turdi dedi. Undaq bo'lgan ekan, bu telefon Allah subhanahu va taolaning guvohligida so'zlanadi. Biz mush telefonni Allah rozi bo'ldigan, Allah subhanahu va taolaning g'azabini keltirmaydigan asosda ishlatishimiz kerak. Ba'zi shahvatlarga ergishib qolgan qarindoshlarimiz telefonda har turli ippatlik qizlarimizga chaqchaq qilish, ularning telefon nomerlariga maxfiy telefon qilish, ularni izlash, ozdirishga urinadigan ishdan saqlanish kerak. Qizlarimizmi haqiqiy ippatlik bo'lishga, yuzinishi telefon ishlatgan vaqtda noma'lum kishilarni telefonni qatib olmaslikka, telefon orqali so'zlashib, yatoq ochtiradigan, bir yatoq tuduq deb nikohsiz turish orqali zinoy haromga sabab bo'ladigan, buningdanmi yomon amal bola tushirishga sabab bo'ladigan. Qur'oni Karimda a'uzu billah va izal maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. O'ltirilgan bola so'roq qilinsa, qaysi gunohning sababi bilan o'ltirildi deb. Ya'ni u bolada hech qanday gunoh yo'q. Mushundaq qiz o'g'illar, maktabda o'qiyotganlar, har joylarda ishlayotganlar, jamiyatda yurayotganlar, vatandagi musulmon qarindoshlarimiz, oz-singillarimiz dinsiz kommunistlar tufaylidan yalang'och qilinsa, har turli gunoh masiyatga zo'rlansa, hattoki nikoh ishida o'zimizning diniy qarindoshlarimizni dinsiz Xitoy kofirlarga yaltiq bo'lishga majburlayotsa, ma chet ellarda nikoh sifatimizni yaxshilab, nikoh safoyimizni yaxshilab, qizlarimiz, o'g'illarimiz o'zimizning ippatlik axloqini saqlab, to'g'ri bo'lgan islom nikohiga yo'lab, kelgusi yaxshi avlodlarning maydonga kelishiga tirishchanlik qilishimiz kerak edi. Biz undaq nashoyin aloqalar bilan birsi-birsimizga nikohlansak, u vaqt bizning maydonga keladigan bola qanday bo'lmoqchi? Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhum, Zeynab, Oysha, Xadija radhiyallohu anhulardek yaxshi avlodlarning maydonga kelishini kutab bo'lsak, qarindoshlarimiz Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu
akşamlıqda qarab sütni ayırgan vaqtida sütga suv ketishdan yangan ayol kishi o'xshash, yangan qizlarga o'xshash shundaq haromdan saqlanadigan Yusuf alayhissalatu vassalam o'xshash hattoki turmuga kirib ketadigan shundaq yomon holatda bo'lib qolsa-mu, o'zining dinini, ippitini saqlash, o'zininki e'tiqodini saqlash uchun turmu deyishni a'lo ko'radigan shu Yusuf alayhissalamdek biz o'zimizning ippitini saqlaydigan bo'lishimiz kerak. Qarindoshlarimiz, shuning uchun bizda mush telefon so'zlashish, telefon orqali munosabat qilishda cho'qim Allohdan qo'rqayli. Shunga Allah subhanahu va taala ittaqulloh innalloha ma'al muttaqin. Allohdan taqvodir bo'linglar. Haqiqatan Alloh taqvodirlar bilan billah deydi qarindoshlarimiz. Yana mushu axloq madaniyatimiz va safoyimizda Payg'ambar alayhissalatu vassalam qishida bir ayolning so'zi qilindi. O ayol kunduzi ro'sidigan, kishi qiyomda turadigan qo'shnilarga o'zining tili bilan aziyat beradigan ayol ekan. Payg'ambar alayhisalom deyki, bu ayolda yaxshilik yo'q, bu ayol do'zaxga kirdi dedi. Yana bir ayol to'g'riliq gap qilindi, so'raldi. Bu ayol farz namozini o'qiydi, sadaqa, zakat berdi, ammo tili bilan hech qanday bir odamga aziyat bermaydi debdi Payg'ambar alayhisalom. Bu ayol jannatda bo'ladi dedi. Demak, bizning o'qqanimiz, bizning axloqimizga chiqib bo'lsa, biz o'zimizning musulmon qarindoshlariga, jamiyatiga, qo'lin qo'shnilarga, musulmonlarga, oilamizga aziyat beradigan ishni qilmaylik. Bizning hayotimizga iymon, aqida, o'qiganligimiz ta'sir ko'rsatsin. Biz axloqliq, safoliq, tushunchilik, taqvodor, kuyimjon, ruhama baynahum, o'zaro mehr shafqatlik, ashuddoyal kuffar, kufrlar qarta taktikasi, iymoni mustahkamligi, ular qarshi bo'lgan maydoni ching, mustahkam bo'ladigan mu'minlardan bo'laydi. Hammamizni Allah subhanahu va taala dunyo va oxirat Alloh xolis qul bo'lib, oxiratning azobidan qutulib, jannatga kirgili, bu dunyoda dunyoning do'zaxlari bo'lgan shaytonning izitqlarini qilib, shahvatning quli bo'lib, har turli gunoh ma'siyatlarga tushib qoladigan, xalqlarning haqqini, halol mollarini har turli hukmlar bilan, har turli yolg'onchiliklar bilan, aldamchiliklar bilan yeb ketadigan mushundaq yomonlikdan saqlab, yenda halol yeydigan, halol kasb qiladigan, yiligarlik, aldamchilikdan, kishilarning haqqidan, kishilarning pullarini tiqib olib, yevilib, ustiga erilib, bag'ilmay, kishining mulkida boyolab, oxirisida o'zini boy chaqlab, qiyomat kunisi Allohning oldiga borgan vaqtida pulsiz qoladigan kishilardan bo'lib qolishimizdan Alloh saqlasin. Yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhissalatu vassalam "Sening aranglarda pulsiz degan kim?" deb qaraysizlar deb so'ragan. Sahobalar pulsiz degan bizning aramizda kiyim kichiqi yetgan narsa yo'q kishini pulsiz deymiz degan vaqtida Payg'ambar alayhissalom deganki, pulsiz degan ma dunyoda o'zi yaxshi mu'min, ammo ani urdi, mani tillaydi, aning haqqini yeb ketdi, ammo oxiratga borgan vaqtida pulsiz bo'lib qolgan. Maning haqqini aninga, ya'ni bu kishilarning yeb ketgan haqqini buning qiyomat kunisidagi yaxshiliklari o'rniga sarflanganlik tufaylidan qiyomat kunisi pulsiz bo'lib qolgan odam deb javob bergan. Biz mushada har qanday musulmon qarindoshlarimiz qiyomat kuni pulsiz bo'lib qolishdan saqlanli. Kullu nafsin zoiqatul maut, har qanday jon o'limini deydi qarindoshlarimiz. O'lim bizga yaqin, hayot bizga Alloh bergan omonat. Allah bu amanatni tutgan vaqtida bu amanatning o'rniga hech kimdiki jonni berolmaymiz, o'zimizdan beramiz. Shunga har birisimiz o'zimizni qutqarishga, dunyo va oxiratlik Allohning rahmatiga erishishga tirishchilik qilaydi. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin.